Yo'q, bu hali ham yetarli emas. Materiallar o'rtasida deyarli hech qanday reaksiya bo'lmadi. Tibbiy ta'siri juda past. Yomon ish. Bunaqasi bozorda hatto eliksir ham deb atalmaydi. Jangchilar hech qachon taslim bo'lmasliklari kerak. O'rningdan tur. Bugundan foydalan va o'zingni yaxshiroq versiyangga aylan. Faqat bugunni qo'lga olsakkina, yaxshiroq kelajakni kutib olamiz. Bo'ysunmas ajdarho xapi. Aynan siz uchun. Jang san'atining jadal rivojlanishi bilan birga, u bilan chambarchas bog'liq farmatsevtika sanoati ham xuddi shunday tez o'zgarib bormoqda. Har kuni yangi va yanada samarali dorilar ishlab chiqarilyapti. Eski dorilar esa o'z davrini o'tab bo'lyapti. He oilasining tanazzulga uchrashi bizning konsentrativ fikrlashimizning natijasidir. Eski usullarga sodiq qoldik, yangilik kiritish va rivojlanishdan bosh tortdik. Mehribonlik zali javonidagi dorilarning hammasi bir asr oldingi mahsulotlar. Bular endi hozirgi bozorda raqobatdosh emas. Agar yangi dorilar ishlab chiqarmasak, otam menga qoldirgan biznes. La'nati. Bo'ldi, yangi dorilar ishlab chiqa olmasam, katta farmatsevt bilan birgalikda ishlashga to'g'ri keladi. Qo'shni shahardagi doktor Zang endigina yangi dori ishlab chiqibdi. Uni o'zim uchun qo'lga kiritishim shart. He oilasi qayta tiklana oladimi, yo'qmi? Hammasi shunga bog'liq. Miss He, bugun qo'shni shaharga ketasiz deb o'ylagandim. Tez qaytdingiz-da. Miss He hamon shunday go'zalki, sovuq muomalasi u hayratlanarli husni. U mening abadiy ma'budam. Tanazzulga yuz tutgan oilada oxirgacha uning yonida faqat men qoldim. Haqiqiy sevgi doim g'olib chiqadi. Men ham karyerada, ham sevgida muvaffaqiyat qozonaman. Dunyoning cho'qqisiga chiqaman. He, romanlarda aynan shunday bo'ladi-ku, to'g'rimi? Fema. Miss He, nima bo'ldi? Bu yerda nima bo'ldi? Mening dori tayyorlash xonamga kimnidir kirgizdingmi? Qara, hamma kiyimlar kir bo'lib ketgan. Ha, jahli chiqqanda ham shunaqa go'zal. Yo'q, men aniq qilmaganman. Miss He, men qanday qilib bunaqa narsa qilaman? Ha, rostdan ham. Mayli, ertaga ishga kelmasang ham bo'ladi. Miss He, iltimos tushuntirishimga ruxsat bering. Ahmoq, qanday tentak. Endi hamma jihozlarimni qaytadan yuvib, artib, sterilizatsiya qilishim kerak. Hatto bu stolni ham. Bu nima? Ular hatto aktivator va lazer radiometrdan ham foydalanishibdimi? Bu mutatsiyaga uchragan yashil tangali kaltakesakmi? Mutatsiyaga uchragan yashil tangali kaltakesakka aktivator ishlatibdimi? Lekin eng qimmatli qismi tangalarni olib tashlabdi. Bunaqa usulni hech qachon eshitmaganman. Kimdir o'z xayollariga berilib, o'zicha eliksir yarataman deb o'ylagan ko'rinadi. Dori ishlab chiqarish chuqur tibbiy bilim talab qiladi. Bir necha bor sinov o'tkazish uchun yetarli mablag' ham kerak. O'z dorixonasi yo'q odam bir kechada boyib ketishni orzu qilayotgan bo'lsa kerak. Lekin qo'lga ilinmas narsaga umid bog'lash. Aslida men ham xuddi shuni qilyapman shekilli. Ha, mayli. Birovning dorixonasiga yashirincha kirib jihozlardan foydalanish kammi senga? Yana bir nechta narsalarni ham sindirib ketgan-a. Voy, juda zo'rda. Bugungi kun bundan ham yomonroq bo'lolmasdi-da. Bu shisha, bu rang. Quyuqlashgan oq toshmi? Va uni toshga aylangan qizil daraxt ildizi bilan birlashtirishibdimi? Rostdan ham reaksiya olishibdimi? Bu shisha. Bunaqasini ilgari ko'rmagan edim. Nahotki bu? Nima? Bu narsa? O'sha bezori hammasini buzdi. Oldindan bilganimda qo'shimcha pul olmagan bo'lardim. Ma'budam, bizning sevgi qissamiz rostdan ham shu bilan tugaydimi? Ey Xudo, iltimos ma'budamni yana bir bor ko'rishimga imkon ber. Bir lahza bo'lsa ham. Fima, to'xta, ketma. Miss He, yo'q. Suv. Bilgandim. Boshidan beri qalbingda men bor edim. Hech qayoqqa ketmayman. Doim yoningda bo'laman. Azizim. O'sha yigit mening dorixonamdan foydalangan. Uni ko'rmoqchiman, hoziroq. Tentak, qulog'ing karmi? Aytdimki uni ko'rmoqchiman. Agar topib kelsang, do'konda ishlashda davom etasan. Tushunarlimi? Menda uning telefon raqami bor. Menga ber. Hozirgi o'sha eliksir, uning ta'siri bozorda 100 minglab tangaga sotilayotgan qon javhar eliksirlardan 10 barobar kuchliroq edi.
Ustiga ustak terini oqartirish va mushaklarni kuchaytirish kabi qo'shimcha ta'sirlari ham bor. Eng muhimi, asosan oddiy materiallardan tayyorlangan. Material xarajati 5000 tangadan ham oshmaydi. Bu shubhasiz jahon darajasidagi eliksir. Bu mening imkoniyatim. Bu Xi oilasining imkoniyati. Bu vaqtda Shinglu tush olamida mashq qilayotgan edi. 10 000 yil keyingi kelajakdagi 11-darajali chiniqtirish usulidan kutilganidek, yulduz tanasini chiniqtirish usuli rostdan ham hayratlanarli. Inson imkoniyatlarini qay darajada ochib berishi ishonib bo'lmaydigan darajada. Agar davom ettirsam, tanamning ichidagi haqiqiy yulduzni shakllantirishim ham mumkin. Tabiiy nafas olish usuli ham ajoyib. U menga kuchli tiklanish qobiliyatini beryapti. Tabiiy nafas olish usulisiz yulduz tanasini chiniqtirish usulining ta'siri shu darajada sezilarli bo'lmas edi. Qon javharim ham sezilarli darajada kuchaydi. Tana kuchaytiruvchi eliksir katta yordam berdi. Yaxshiyamki 12 shisha tayyorlab oldim. Hozirgi a'zoyim bilan har kuni 2 shisha ichishga bardosh bera olaman. Lekin 6 kundan keyin tashqariga chiqib yana tayyorlashim kerak bo'ladi. Qo'ng'irog'ingizga javob bermayman. Qo'ng'iroq qilishdan foyda yo'q. Kim ekan? Alo, doktor, alo. To'satdan bezovta qilganim uchun uzr so'rayman. Men mehribonlik zali boshqaruvchisi Susu He bo'laman. Siz qoldirib ketgan eliksirning bir qismini ko'rdim. Bu nihoyatda yuqori sifatli eliksir. Keling, hamkorlik qilaylik. Mehribonlik zali sizning mahsulotlaringizni reklama qilib bera oladi. Ha, mayli. Bir haftadan keyin qaytaman. Bir haftami? Hozir vaqtingiz yo'qmi? Alo, doktor. Bir hafta? Yo'q. Fema. Bundan keyin o'sha ustani topib kelish senga yuklatiladi. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Uni har bir kun oldinroq topib kelsang, 10 000 tangadan mukofot beraman. Eshityapsanmi? Rostdanmi? Mes, gapingizga ishonaman. Lekin, Mes, menimcha siz bu narsani noto'g'ri tushungansiz. Dori tayyorlash xonasiga kirgan o'sha odam, u hatto 20 yoshga ham to'lmagan bo'lsa kerak. Oddiy talabaga o'xshaydi. U rostdan ham siz o'ylagan o'sha mutaxassis yoki doktormi? Nima? Talabami? Axir kim? Qanday wunderkind ekan u? Shingli tush olamida zombilar bilan olishyapti. Ha, kel, bugungi nishonim sensan. Urmoqchiman. 1-darajali jangchi bo'lib men sendek 4-darajali jangchini yenga olamanmi? 51lik kuch. Uning kuchi menikidan 2 barobar zo'rroq. Bunday zarbalarga ko'p chiday olmayman. Demak, sen front chizig'ida halok bo'lgansan. Shaharni himoya qilib, yirtqichlarni ovlab. Bir lahzaga unutibman. Bu odamlar shunchaki men kaltaklab kuchayadigan mahluqlar emasligini. Allaqachon o'tib ketgan kunlarda ular ham odam bo'lgan. Sening ruhing men orqali yashashda davom etadi. Bu yigit tirikligida aslida 5-darajali jangchi ekan. Mushlari shuncha kuchli bo'lgani bejiz emas. Agar qo'li yo'qolib, aql idroki yo'qolmaganida, tanasiga singib ketgan jang istaklarigagina suyanadigan oddiy yirtqichga aylanmaganida, uni hech qachon yenga olmasdim. Yulduz tanasini chiniqtirish usuli, tabiiy nafas olish usuli va kristal vizualizatsiya usulini deyarli bir hafta mashq qilyapman. Mushak chiniqtiruvchi eliksir qon javharimni sezilarli darajada oshirdi. O'zlashtirgan xotiralarim orqali mushk texnikasi bo'yicha ham ko'p narsa angladim. Yulduz tanasini chiniqtirish usulidagi yashirin texnikani ishlatib, nafas olishimni unga moslasam, chegaramni buzib odatdagidan 10, yo'q 100 barobar kuchliroq quvvatdan foydalana olaman. Hammasini birlashtirsam, buni shunday atayman. Yulduzli portlash. Salom. Tekshiruv jihozlaridan foydalanmoqchi edim. Bo'sh xona bormi? Ha? Sen yaqinda kelgan eding-ku. Nega bunchalik tez qaytding? O'tgan safar ham o'zingni tekshirgan eding-a? Odamning qon javhari ko'rsatkichi qisqa vaqt ichida to'satdan ko'tarilib ketadigan narsa emas.
Ha, shunchaki o'xshaganmi yo'qmi ko'rmoqchiman. So'nggi paytlarda ancha mashq qilyapman. To'g'ri, shu oyning o'zida bu yerga kelishim ikkinchi marta. Odatda odamlar bir necha oyda yoki yarim yilda bir marta tekshirishga keladi. Hatto akademiya qadrlaydigan o'quvchilar ham oyiga bir martagina tekshirishlari kerak. Mayli, 206-xona bo'sh. O'sha yerda bemalol tekshirib ko'r. Omad. Tushundim, rahmat. Kuchim oshganiga ishonchim komil bo'lmaganida, o'rtacha natijadan umidsizlanish uchun bu yerga ataylab kelmagan bo'lardim. Xo'sh, avval qon javharimni tekshiraman. 15,6. Naqadar ko'p oshibdi-ya. Ikkinchi darajali jangchi safiga shu zahoti kirib qolaman deb kutmagan edim. Mayli, o'ylab ko'rsam kelajakdan 10,000 yildan oshiq vaqt o'tib yaratilgan usullar bilan, shuningdek o'sha davrning rivojlangan eliksirlari bilan buncha o'smaganimda g'alati bo'lardi. Yaxshi, endi jangovar quvvat ko'rsatkichimni sinab ko'rsam. 3137. Bunchalik baland-a? Bu ikkinchi darajali jangchilar uchun standartdan kamida 2 barobar yuqori. Musht texnikam tufaylimi? Shoshma. Agar shunday bo'lsa, demak jangovar quvvatimning haqiqiy chegarasi bundan ancha balandroq bo'lishi kerak. Yana bir bor urinib ko'rsam. Astral portlash. Yana salom. Tugatdingmi? Natijalaring qanday chiqdi? Ha, yaxshi chiqdi. Unda imtihoningga omad. Sen uddalaysan. Rahmat. Shunday sovuqqonlik bilan o'zini tutishining ma'nosi bormi o'zi? Mayli, kulganida ancha yoqimli ko'rinarkan. Kim haqida gapiryapsan? Ni opa. Kichkina akam ham. Shuangni, Redbrook Jang san'ati akademiyasi raisining qizi. Endigina akamni shifobaxsh vannadan olib chiqib kelayotgan edim. Sen bu yerda biron yigitga ko'z qisib o'tiribsan. Hozirgina o'zini tekshirgani kelgan yigitmi? Voy, qanaqasiga ko'z qisish? U bola shunchaki oddiy maktab o'quvchisi edi. Lekin chiroyligina ekan-da. Chiroylilikning nima keragi bor? Hozirgi jamiyatda faqat jang san'ati ahamiyatga ega. O'sha bola oddiy oiladan chiqqanga o'xshardi. Natijalari qanchalik zo'r bo'lishi mumkin axir? Jang san'ati chiniqishi bu davrda olinadigan resurslarga juda bog'liq. Land bolaligidan har xil quvvatlantiruvchi vositalarni qabul qilib kelyapti. Chiniqishini boshlamasdan oldin ham qon javhari boshqalarnikidan ancha yuqori edi. Endi esa har xil jang san'ati mahoratlarini ham mashq qilyapti. Tengdoshlari bilan o'rtasidagi farq tobora kengayib boryapti va shu bilan birga takabburlik ham keladi. Hey, o'zingni oddiy oiladan chiqqanlar bilan solishtirma. Ulardan ko'proq resurs olayotganing uchun qattiqroq mashq qilishing kerak. Bir necha arzimas yutuqlaring uchun o'zingni yo'qotib qo'yma. Voy, bilaman, aybdorman. Shuangni opa, bir fikrim bor. Hozirgi yigitning natijalariga qarab ko'rsak nima deysiz? Ha? Nimaga? Mendan bir necha yosh kattaroqqa o'xshardi, lekin baribir o'quvchi-da. Mashqlarim qanchalik samara berayotganini ko'rgim kelyapti. Shunchaki taqqoslab ko'rmoqchiman, iltimos. Qaysarsan-da, mayli, lekin yodingda bo'lsin, u oddiygina o'quvchi. Shuning uchun o'zingni juda baland tutma. Albatta, Bugun faqat o'sha bola tekshirishga keldi. Natijalarini shu yerda topa olasiz. Shinglu haqiqatdan ham oddiy o'quvchi ekan. Bu nima degani?